Bolalarim, o'g'lim plastikaga pul tashlagan edi. Juda zarar edi-da, yecha olmayapman. Shuni yechib bermaysizlarmi? Mana bizda otaxon yechib beradigan. Bering plastikangiz. Otaxon, buni kodini noto'g'ri deyapti-ku, o'g'lingizdan so'raychi kodini necha ekan. Alo, o'g'lim, kartadan pul yechay desam, kodi noto'g'ri deyapti. Mana bolalarga tushuntirib yubor. Alo. Xo'p. Ana otaxon, kodini aytdi, hozir 1 minut pulingizni yechib beraman. Hozir otaxon. Bobur, plastikda pul yo'qligini eshitdim-ku, nima qilyapsan? Voy otaxonning o'g'li bilan gaplashdim-ku. Dada, uyda o'tirsangiz bo'lmaydimi? Plastikda hech qanaqa pul yo'q. Ko'rib tursanki, otaxonga pul juda ham zarur ekan. Ertalabda yaxshilik qilgim keldi. Mana shu yonimdagi pulni shu otaxonga bersam. Nima deysan, ha? Yaxshi o'ylabsan. Otaxon, mana plastikangiz, mana pulingiz. Rahmat bolalarim. Umrlaringizdan baraka topinglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Men bora qolay. Sog' bo'ling otaxon. Rahmat.